Uy ishi, o'ziga qarash, bolaga qarash. Xafa bo'lmang-ku erkaklar. Uchalasini ham birdaniga kutmang. Chunki bu ikkisini qilgan ayol buni qila olmaydi. Bu ikkisini qilgan ayol buni qila olmaydi yoki bu ikkisini qilgan ayol buni qila olmaydi. Siz kimnidir uyiga mehmonga borib qolsangiz, uyi ibirsigan bo'lsa, bitta kiyim u yerda, bitta kiyim bu yerda, shunaqa ibirsigan bo'lsa, unga hech narsa demang. Demakki, u ayol shu ikkisini qilyapti. O'ziga qarayapti, bolalariga qarayapti. Uy ishi har doim bo'laveradi. Bitta ovqat kimnikida ham qaynamaydi, hammanikida qaynaydi, lekin eng toza, zo'r o'tirish kerak degan narsani kutmang. Chang hammada ham bo'ladi. Bir haftada bir changni artyaptimi? Har kuni ovqatini qaynatyaptimi? Bo'ldi. Zato shu ikkalasini qilyapti. Shu uchun erkaklar, yaqinda bitta video ko'rib qoldim. Rosa alam qildida. Uyga kelyapti. Bitta ayol ovqat qilyapti. Ya'ni undan kutyaptiki, sen zo'r bo'lib o'tirishing kerak. Restoranga borayotganda yurish kerak ekan uyda ichida. Kim shunaqa yura oladi? Hech kim yura olmaydi. Siz ota-onangiz shunaqa yurganmi yoki bo'lmasa o'zingiz ayingiz yura olmaydi. Shu ikkalasini qilyaptimi, shunga ham jon deng. Ha, to'xtang, bu ham bor. Hozirgi kunda ayollar 4 ga bo'linib ketgan. Yoki uyda telefondan nimadir olib sotadi, yoki bo'lmasa ishga borib keladi. O'sha ham bor. Ishga borib kelgandan keyin uy ishini qiladi, bolalariga qaraydi, o'ziga qaraydi, qaysi biriga yetishsin. To'g'risi, hamma narsa qimmat. Agar o'zingiz yetkazib bera olsangiz, uyingizga bitta yordamchi olib keling. Ishlari qilib tursin, u bolasiga qarasin, o'ziga qarasin.